Ilovaning bosh sahifasida biznesga birinchi qadam bo'limiga o'ting. Muhim mikroqarz olish uchun siz MyGov yoki Davlat soliq qo'mitasining soliq ilovasi orqali o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Shuningdek, Biznes rivojlantirish bankining jismoniy kartasiga ega bo'lish talab etiladi. Barcha shartlar bajarilgandan so'ng ofertani tasdiqlang. Shundan so'ng skoring oynasi ochiladi. Bu yerda oylik daromadingizni kiriting. Agarda sizda bir nechta Biznes rivojlantirish bankining kartalari bo'lsa, birini tanlang. Agarda sizga mikroqarz birov tavsiya qilgan bo'lsa, uning referal kodini kiriting. Bu maydon majburiy emas. Davom etish tugmasini bosing va ariza yuboriladi. Agar skoring natijasi ijobiy bo'lsa, davom etish tugmasini bosing. Ariza qayta ishlanadi va ko'rsatilgan summa kartaga o'tkaziladi. E'tibor bering, 2.6% miqdorida sug'urta to'lovi ushlab qolinadi. Mikroqarz olishning asosiy shartlaridan biri davlat xizmatlari yoki Davlat soliq qo'mitasining soliq ilovasi orqali bir BXM miqdorida ijtimoiy soliq to'lash. Barcha jarayonlar to'liq bo'lgach, sizga kredit ID raqami bilan SMS xabar keladi. Keyin esa O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank talabiga muvofiq 1254 yoki 78-150-0055 raqamlariga qo'ng'iroq qilib shaxsingizni tasdiqlang. Karta faollashtiriladi va siz mikroqarzdan foydalanishni boshlashingiz mumkin.